Heyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan amaldagi oltin to'p sohibi Usmon Dembeleni full qilamiz. Qani bo'lsam, olishni boshladik. He's a legendary player whose talent is unquestioned. The player Eng is a zo'r legend. o'yinchilardan biri, eng zo'r kafalardan, maksimal reytingdagi kafalardan Usmon Dembele. Bizga o'ng qanotda o'ynatuvchi kerak. Messi endi full qilamiz. Ko'cham уже yig'ilib qoldi. Sekin full qilishga boshlaymiz. Fitnessimiz ham, texnikamiz ham yetarli. Qani bo'lmasam boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi, tezligi ham 90 bo'ldi. Stamina qolib ketib qoladi. Staminani iloji boricha 100 qilish kerak. Yaxshi. Boshlanish. Bittalik berib yuboraylik. Zo'r. Juda zo'r. Zo'r. Yaxshi. Staminaga tushdi. Yaxshi, stamina. Tezlanish. Acceleration. Birinchi straga ham yo'ldi. Yaxshi, tezlikka. Yaxshi, staminaga tushdi. Straga ketdi ikkitali yana. Ketdi straga. 4 ta tushdimi straga. Bu hisoblama biz boshida qancha straga, qancha takka tushsa bo'laveradigan deganni hisoblab olish kerak edi boshida. Bo'pti, mayli. Sekin full qolaveramiz. Uje speed va tezlik va tezlanish full bo'lay deb qoldi. Straga yana tushyapti. Juda qiyin stamina vashye qolib ketgan. 75ligidan ko'tarish jicha qiyinroq. Hamma 80+, masalan, kon pas shotlar 90+ u ashlar ancha yaxshi. Voyda, straga bonus berib Stra. Yana stra. Hamsa tezlik. Bismillah ketdi. Yaxshi. Staminani 90 qilib, keyin sekin pasga berishni boshlayveramiz begina. Yana berib yubordi unga. Yana straga beryapti. Tek beramiz. Takka berib yuboradi endi pasga bersa yana bitti. Yana takka berib yuboradi. Bu qana full qilish kerak buni. Pas yaxshi. Mo ikkitali berib bo'lmas ekan. Tak. Yana tak. 300 chiqdi. Chiqdi. Yemadi bu. Faqat takka ediyor bari.
Voy, Mbappeni olib pul qilaverish kerak ekan. No. Mana qo'ldan kelgancha, lekin masalan Dembelega 2 talik, 3 talik bersa bo'lmas ekan. Ammo tepa fitnesga bersa bo'lar ekan-u, staraga tushish ehtimoli past ekan-u, lekin Dembelega texnikasiga 2 talik bermaslik kerak ekan. Tez bittalik berib olish kerak ekan. Chunki uni Dembeleda past statistikalari vashi zo'rligi uchun, hammasi 90 pluslik uchun tak vashi olib ketganligi uchun takka ko'p berib olyapti. Shuning uchun buni issig'ida sotib yuboramiz. Buni statistika bilan forum bosib beraymi? Forum boss bilan ham 500 chiqyapti xolosda. Tak vashi ko'p yordi. Stara bilan 500 bitta 95. Bo'pti-da, mana ko'zinglar oldi. Sel. Yemagan kuchaytirish короче. 80 ta ko'chda bitta ko'k ko'chga alishtirdim. Xullas mana qilib o'tiraman-da ko'ch uchun. Hozir endi keyingi videoda nima bo'lsa ham Dembele anaqa Mbappeda full qiladigan bo'lib turibmiz, chunki hozir fitness yetadi, lekin texnika ham yetib qolsa kerak. Xullas keyingi video Mbappega bag'ishlanadi, короче, bag'ishlanmaydi. Mbappeda full qilamiz keyingi videoda. Like'larni bosib, obunani bosib, bomba aktiv qilib berib tursanglar, tez video chiqaveradi. O'zi kecha Mbappeda full qilmoqchi edim, lekin shunday anaqa live'ga kirib ketibman. Ikkinchi taym boshlanganda esimga kelibdi-yu, voy Mbappeda full qilaman deb. Bo'pti, endi keyingi videoda aniq Mbappeda full qilamiz. Bu 3-mi? O'sha 3-chi yo 4-chi kuchaytiruv videosi. Birinchisida Donnarumma, keyingisida Saliba, Gabriel, Holland, keyin Vini, Yamal, keyin Dembele. 5-chi kuchaytirish videosi bo'pti. Hammangizga omad, sog' va salomat bo'linglar.